Assalomu alaykum. Karavan korxonasi mijozlari do'konimizga juda uzoq kutilgan mexli qalin tuya ko'rpalarimizni hamma rasvetkalaridan va nihoyat paftor chiqdi. Hurmatli xaridorlarimiz, ko'p opa-singillarimiz qizlarini sarpolari uchun so'rab turishgandi. So'rab turgan opa-singillarimiz bemalol adminkalarimiz lichkalariga yozib zakaz berib olsalaring bo'ladi. Tuya ko'rpalarimiz ko'rib turganlaringdek 4 xil rasvetkada mexli bo'ladi. Mexlari ham ko'rib turganlaringdek pushisti turibdi. Qalinliklari juda ham qalin. Qish sezoni uchun qalingina issiqqina adyol o'rnini ham bemalol bosadi. Ichlaridagi halofayderlari ham ko'pgina bomba qilib solingan. Kir mashinalarga solib yuvib ishlatishlari mumkin, yig'ilib qolmaydi. Narxlari har yilgidan bomba, har yilgi sezongidan ko'ra kutilmagan narxlarda chiqdi. Ko'rishlari mumkin, mana upakovkalari ham sarpobob. Qizlarimiz sarpolariga, quda andalarga, to'ylarga olib borish uchun ham hamyonbop, ham sifatli, ham zo'r, eng original tuya ko'rpalar faqatgina karavan korxonasida. Xohlovchi opa-singillarimiz uchun mana bunaqangi chamadonli, ya'ni korobkali upakovkalarda ham xarid qilib olsalaring bo'ladi. Korobkali narxlarini bemalol adminkalar lichkalariga yozib, to'liq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Endi tuya ko'rpalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, tuya ko'rpalarimiz shu upakovkada narxlari bomba narxlarda 178 ming so'mdan chiqdi. Hurmatli mijozlarimiz, 12 ta viloyat bo'ylab pochta xizmatlarimiz ishlab turibdi. Uyda o'tirgan holda bemalol zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyatga pochta orqali, ya'ni Fargo pochta orqali chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida.